Mana ahvol, mana ko'rdilaring kecha nima bo'lgan. Kecha nima bo'lgan yo'q, nimalar bo'ldi. Ana maqtagan Joan Garsiyalaring birinchi golni o'sha Joan Garsiya o'tkazmaganda balki 4 ta yemasdik. Maqtagan qiz bo'lsa hada deganday Atletiko zo'r o'ynadi, chotki o'ynadi. O'zini o'yinini qildi. Hakam hushtak chalmayaptimi? Dal shu o'ynadi. Yamal oyog'iga sal bir chivin tepib yuborsa ham shuni to'xtayapti, hakamga qarayapti. Bu nima bu? Mana qo'l mana. Hakam o'yiningni qil deyapti, o'yna deyapti. Hakamning hushtagi chalinsa to'xtash kerak. Yo'q, bizning o'yinchilar hakam hushtagi chalinguncha to'xtaydi-da. Hakam hushtagi goldan keyin chalinadi. Atletiko gol uradi, keyin chalinadi, sentrda ko'rsatadi. O'shandan keyin turadi o'rnidan. Nima bo'lsa ham javob uchrashuvida Rafinha qayt, Rashford qayt, Pedri qayt. Biz bahona qila olmay qolaylik.